Asr oxiri. Turkiston hududi. Jamiyat qatlamlarga bo'lingan. Boshqaruv erkaklar qo'lida, so'z esa kuchlilar qo'lida. Ayol esa ko'pincha sukutga majbur. Ana shunday davrda Qo'qonda yashagan bir ayol bor edi. U Anbar Otin Farmonqul qizi. U she'r va risolalar yozdi. U jamiyatni o'yladi. Bugungi videoda biz Anbar Otinning hayoti hamda uning risolai falsafai siyohon asarining qisqacha mazmuni, undagi qarolar tushunchasi, ayniqsa ayollar va onalar taqdiri va bu g'oyalarning Yevropadagi sufrajistlar harakati bilan uyg'unligi haqida gaplashamiz. Anbar Otin Farmonqul qizi 1870-yilda Qo'qon shahrida tug'ilgan. U 19-asrning yarmi, 20-asr boshlarida yashab ijod qilgan. Shoirning oilasi ilmli va adabiyotga yaqin kishilar bo'lgan. Ota tomonidan mashhur shoira Uvaysiga qarindosh bo'lgan. Bu holat uning dunyoqarashi shakllanishida katta rol o'ynagan. Anbar Otin ta'limni Dilshodi Barno maktabida olgan. U maktabda savod chiqardi, adabiyot va she'riyat yo'nalishlarini o'rgandi. Anbar Otin 8 yoshdan Alisher Navoiy g'azallarini o'rgandi. Navoiyni umr bo'yi o'zining birinchi ustozi deb bildi. Muqomiy, Furqat, Zavqiy kabi shoirlar bilan zamondosh bo'lgan hamda ularning ijodiy muhitidan xabardor edi. Shoira izlanishlari bilan mashhur ma'rifatchi ayol bo'lib yetishdi. Anbar Otin o'zbek va tojik tillarida ijod qilgan. Dastlabki she'rlarida sof tuyg'ular, muhabbat, hayot go'zalligi yetakchi bo'lgan. Ammo vaqt o'tishi bilan jamiyatdagi adolatsizlik, ayollarning kamsitilishi, zulm va savodsizlik uning ijodida asosiy mavzuga aylangan. Shoira o'z ijodida shoir faqat go'zallikni emas, dardni ham aytish kerak degan g'oyani ilgari suradi. Anbar Otin o'zbekcha she'rlardan iborat devon tuzgan. 1966-yilda Tojikistonda uning yana bir kichik she'riy to'plami topiladi. Bu she'rlar hurufi hijo uslubida yozilgan. Anbar Otin umrining so'nggi kunlariga qadar adabiyotdan uzoqlashmadi. 1906-yilda uzoq xastalikdan so'ng vafot etdi. Uning risolai falsafai siyohon, qoralar falsafasi haqida risolasi o'zbek adabiyotida ilk falsafiy publisistik asar sifatida baholanadi. Siyohon, qoralar so'zining ijtimoiy siyosiy metafora sifatida ishlatib, o'sha davrdagi oddiy xalq, ya'ni mehnatkashlar, kambag'allar, zulm ostidagi turkistonliklarning ahvoli, ularning og'ir hayoti, adolatsizlik, ikki tomonlama, ya'ni Rus mustamlakachiligi va mahalliy amaldorlar zulm ostida azoblari haqida falsafiy mushohadalar yuritiladi. Devondagi qaro so'zi rang ma'nosida emas, aksincha ijtimoiy ramz, ya'ni baxtiqaro, huquqsiz, ezilgan va jamiyatdan chetga surilgan insonlar ma'nosida kelgan. Asar kichik kirish bilan boshlanadi va 4 fasldan iborat. Birinchi fasl qaro narsalar, qaro niyat, qaro baxt tushunchalari orqali jamiyatdagi adolatsizlik tahlil qilinadi. Ikkinchi fasl onalar va ayollar hayotiga bag'ishlangan va 3-4 fasllar baxt qarolik, qaro zulmat, ya'ni o'sha davr ijtimoiy hayoti tanqid qilinadi. Qarolarni nafaqat salbiy qashshoqlik, xorlik ramzi, balki ijobiy ma'noda ham ichki va tashqi go'zallik, poklik, haqiqiy insoniylik kabi talqin qiladi. Ayollarning og'ir taqdiri, ijtimoiy tengsizlik, ma'rifat zarurati kabi masalalar asar markazida yotadi. Asarda Anbar Otin ayolni jamiyatning eng og'ir yukini ko'taruvchi shaxs sifatida tasvirlaydi. Ayol huquqsiz, tanlovsiz, ammo mas'uliyatli. Shoira ayolning sukutini rozilik emas, majburiyat sifatida ko'rsatadi. Shoira o'z so'zida ayol savodsiz qolsa, jamiyat qorong'uda qoladi. Ona ezilsa kelajak ham eziladi degan edi.
Shoira asarda ijtimoiy tenglik, adolat, haqiqat hamda mustamlakachilikka qarshi fikrlarni yorqin ifodalaydi. Asar qo'lyozma shaklda saqlanib qolgan bo'lib, O'zbekiston Fanlar akademiyasi, Sharqshunoslik instituti va Qo'qon adabiyot muzeyida mavjud. 1970-yillarda qisman nashr etilgan. Hozirgi kunda adabiyot darsliklarida Risolai falsafai siyohon asardan parchalar o'rganiladi. Aynan Anbar Otin yashagan davrlarda Yevropa va AQShda sufrajistlar harakati kuchayadi. Bu harakat ayollarga saylov huquqi, siyosiy va ijtimoiy tenglik, kamsitilishga barham berishni talab qiladilar. Anbar Otin bu g'oyalarni bilmasligi mumkin, ammo bu bir xil haqiqatni his qiladi. Farqi shundaki, Yevropaliklar siyosiy shior ostida harakat qilsa, Anbar Otin esa falsafa va adabiyot orqali harakat qiladi. Bu harakatlarning asosiy mazmuni esa bir xil: jamiyatdagi ayolni o'rnini tenglik asosida tiklash. Risolai falsafai siyohon bu bir ayol qalbidan chiqqan chuqur mulohaza, ammo jamiyat hayotiga berilgan badiiy falsafiy qarashdir. Anbar Otin bu asari orqali zamonasini hukm qilmaydi, balki uni anglashga chorlaydi. Qaro tushunchasi rang emas, balki holat ekanini u juda nozik tarzda ko'rsatadi. Baxti qaro insonlar bu jamiyat chetida qolganlar, ularning orasida esa ayollar va onalar alohida o'rin tutadi. Shoira ayolni faqat dard egasi sifatida emas, balki tarbiya, sabr va ma'naviyat tayanchi sifatida tasvirlaydi. Asar bizga shuni eslatadiki, ayol savodli bo'lsa oila mustahkam bo'ladi. Onalar izozlangan jamiyatda esa kelajak yorug' bo'ladi. Bu fikrlar ma'lum bir davrga emas, barcha zamonlarga tegishlidir. Anbar Otinning ovozi baland emas, ammo chuqur. U shiorlar bilan emas, so'zining qudrati bilan gapiradi. Shu sababli uning asarlari bugun ham o'qiladi, o'ylantiradi va ichki savollar uyg'otadi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, sizdan iltimos, obuna bo'lib, like bosing va izohlar qoldiring.